Assalomu alaykum akalar. Xohlasa stomaglarimizda Qozog'istonga dostavka qilib beryapmiz. Qozog'istonning Liboy tochkasiga dostavka qilib beramiz. To'lovlar Chimkentda bo'ladi. Stonaga yetib borgandan keyin xohlasa yuklayapmiz. Bu yerda 4 komplektdan tashqari narsalari ham bor. Mana mishelkani ham Chimkentga chiqarib beryapmiz, xudo xolasa. To'rtta 30lik komplekt, 330lik komplekt. Almaota, Turkiston. Nimalar ketyapti? Chimkent, Sayram. Qolgan sirlar bu yoqda. Endi yuklaymiz, xudo xolasa. Almaotaga ketyapti bu stanogimiz. Mikrofon stanok. Liboy yerga dostavka qilib beramiz. Qozog'istonskiy inlar. Filmlarni ham chiqarib olyapmiz. Liboy narsani dostavka qilib beramiz, xudo xolasa. Manzilimiz Farg'ona viloyati Boyda tumani.